Muhammad Odil aka, ko'pchilik aytishyapti, sizlar Toshkentdagi ko'plab premium binolarni fasadiga keramik granitdan yechim qilib berar ekansizlar. Shunaqami? Haqiqatan shunaqa. Misol uchun eng katta eng premium binolarning ko'pchiligi aynan bizning mahsulotimiz Kali Centerflexdan bo'lgan. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Akaya City, Alfraganus, Imperial Club City, Toshkent City Mall, Madera Towers kabi premium binolar hammasi fasadi aynan mana shu Kali Centerflex mahsulotidan keramik granitdan bo'lgan. O'zi bular qanaqa keramik granit toshlar? Bu keramik granitlarimiz Kali Centerflex mahsuloti. O'lchami 1 metrga 3 metr bo'ladi, qalinligi 3 millimetr bo'ladi. Asosan vent fasad uchun ishlatiladi. Hozirgi kunda bu materialimiz dunyo bo'yicha eng unikal material hisoblanadi fasad uchun. Chunki baland binolarda bilasiz, katta yuklama bo'lishi kerak emas, yengil bo'lishi kerak. Shamolga qarshiligi, antibakterialligi, o'zida xavf ustiga maxsus qoplamalar bo'lishi kerak. Barcha unikalniy jihatlar aynan shu toshimizda o'zida mujassam. Og'irligi 1 metr kvadratda 7 kilo bo'ladi. Bu arxitektorlar uchun mazza qilib ijod qilishga yo'l qo'yadigan vent fasad mahsuloti hisoblanadi. Boshqa fasadchilardan farqi o'zi nimada? Bizda plus jihatlarimiz ko'proq. Aynan nima desam, misol uchun materialni ham o'zimiz beramiz. Polniy o'lchashlarni ham o'zimiz olib boramiz. Render qilib berish, 3D dizayn, vizualizatsiyani ham chizib berishni o'zimiz qilamiz. Hattoki materiallar montajini ham qilib beramiz bemalol. Fasaddan tashqari biz kompleks bir yechim bera olamiz. Ustanovkadan muammo yo'qmi? Yo'q, hech qaysidan muammo yo'q. Ustanovka kerak bo'lsa, zavodda o'zidan ham klientlarni o'zining hozirgi kunda hammasini o'zining mashinasi bor, tiri bor. Turkiyadan bemalol o'ziga mashinaligi ham olib bera olamiz. Bu ancha arzon chiqadigan yechimlardan bittasi. Shunda faqat sizlarga pulni to'lasam bo'ldi ekanda. Любой каприз за ваши деньги. Albatta, faqat pul to'lang, bosh og'riqlardan qutuling. Hamma ishni biz shunday chiroyli topshiramiz. Zo'r, menga yoqdi. Sizlarga zakaz berishim uchun nima qilishim kerak? Quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar va profilga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.